Abror Muxtar Ali. Men sizga o'xshab biriga bir turgan joyimda hech qachon qochmagan bo'lardim. Lekin siz qochdingiz, uni ko'rdik. Butun dunyo ko'rdi. Qo'lga tushganini qoqib qo'ydik dedimi? O'sha qoqib qo'ydik deganimni dalili. Bahona qolmadi sizlarga, bahona qolmadi. Yıkılmaz sandığınız bu düzen yıkılacak, mal ve evlatlarınız fayda sağlamayacak. Yolg'on hammasi. Men oldimga kelganlar o'zbek. Menga aloqa chiqdi o'sha qamalib chiqqan bola. Ikkinchisini Arman dedi. Arman bu nima deydi? Bitta do'stim kelib, "Ana u Abraham Mumshi kelibdi sizga Fransiyada" dedi. Yenileceksiniz, yenileceksiniz yiğit muahitlere. Yenileceksiniz, yenileceksiniz, yenileceksiniz. Bahona qolmadi sizlarga, Hepiniz bahona qolmadi. cehenneme sürüleceksiniz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar ko'rayotgan ushbu tasvirni sizlarga havola qilishimiz biroz kechikdi. Buning sababi qishki imtihonlarning boshlanganligi va biroz betobligimizdir. Inshaalloh ushbu chiqishimizdan keyin sizlar bilan iloji boricha ilm ustida, tavhid, aqida, sirat va bid'at ahli bilan o'rtamizda bo'lib o'tadigan bahslar ustidan diydor ko'rishamiz. Hali oldimizda xoin iymonlar bilan bo'ladigan suhbatlar kutib turibdi. Bugungi chiqishimiz 3 qismga bo'linadi. Alloh azza va jallaga hamd va sanolar bo'lsinki, Fransiyada Ashror Muxtor Yahudiyni qo'rqoqlarcha qochib, orqasidan tep kiyib, sharmandalarcha O'zbekistonga qaytganini Robbimiz bizlarga ko'rsatdi. Alhamdulillah. Bilasizlarmi, mana shu masala yuzasidan bu saroy mullasi necha marta munosabat bildirdi. 21 marotaba bizlarga munosabat bildirdi. Bugun ushbu chiqishni 3 qismga bo'lamiz. Ashror videoni davomini ham ko'ramiz. Ushbu chiqishimiz 3 qismga bo'linadi. Birinchi qism Ashror sizlarga havola qilgan bir chechen bolani chiqib undan uzr so'raganligi haqiqatmi yoki bu saroy mullasining navbatdagi yolg'onimi? Ikkinchi qism Ashror bilan kim ko'rishdi? Bir qarasa chechen keldi deydi, bir qarasa o'zbek keldi deydi, bir qarasa rus keldi, yana bir qarasa quloqlari sinib ketgan MMA jangchisi keldi. Uchinchi qism esa bu saroy mullasining iddaosi bo'yicha videoni davomini qo'ydi-ku. Velosipedni orqasidan aylanib o'tib, ularni urganimni, ularni quvlaganimni ko'rasiz. Ashror, bugun videoni davomini ko'ramiz. Ana endi birinchi qismga kelsak. Qo'lga olingan chechen birodarning rasmini qo'yib, boshqa ovozni qo'ygan uyalmadingmi Ashror? Qachongacha o'zingni muridlaringni, qachongacha bu xalqni aldiysan? Agarda mana Xusrafning rasmini qo'yib, tagiga bir ovoz qo'ysam. Assalomu alaykum Ibrohim. Yaxshimisiz? Meni tanigandirsiz, Xusrafman. To'g'risi, Abror Muxtorning yolg'onlaridan biz charchadik. Fransiyada siz o'zingiz kelganingizni men tasdiqlayman. Haligi chechen bolani rasmini qo'yib, boshqa bir ovozni qo'yib video chiqardi-ku. Xuddiki siz bilan kelgan chechen bola kechirim so'ragandek qilib. Buni yolg'on ekanini ham bilaman. Hammasi sahnalashtirilgan. Ukrainadagi bir rus tanishini ovozini rasmga qo'yib, xalqni aldayapti. Hech qanday chechen bola Abrorga kechirim so'rab yozmadi. Biz buni iflos ekanini bilamiz va sizni haqda ekaningizni ham bilamiz. Mana bu Xusrafning rasmiga qo'yilgan ovoz haqiqiy bo'lib qoladimi? Xuddiki sen chechen birodarning rasmiga bir ovozni qo'yganing kabi. Bo'lib ham ikkinchi tarafga ovozi eshitilmagan, subhanalloh. Sen bu xalqni yana bir bor aldab laqillatding. Sen bilan hech qanaqa chechen odam gaplashmagan. Chunki chechenlar yozishganda bir harfini qo'yadi. Buni chechenlar bilan munosabati borlar yaxshi biladi. Ikkinchidan, sen qo'ygan ushbu profilni tekshiradigan bo'lsak, Ukraina yerini ko'rsatib turibdi. Sen bilan rus tilida gaplashayotgan bola Fransiyaga kelgan, Fransiyadaman deb turibdi, lekin profil Ukrainani ko'rsatib turibdi. G'alati emasmi mabodo? Ey Don Kixot, bu seni navbatdagi uydirmang xolos. Ikkinchi qismga keladigan bo'lsak, mana bularni avval eshiting. O'sha hodisada ikkita rus bola, bittasi Kavkaz deyman dedi, chechenman dedi. Keyin bilsam chechen emas u. Ikkinchisini Arman dedi. Arman. Kimda qarasan, ikkita bola kelyapti. Ikkalasi ham chechen bolalar. Yolg'on hammasi. Men oldimga kelganlar o'zbek. Ikkita MMA bilan shug'ullanadigan bola, birini bo'yi 1.90, 1.95 atrofida. Mendan ham baland. Men 1.82 man. Dang deb sop qolyapti. MMA jangchisi. MMA jangchisi. Endi savol, Ashror.
Sana oldinga o'zbek keldimi, chechen keldimi, rus keldimi, arman keldimi yoki Ibrohim keldimi? Sani Fransiya politsiyasiga yozgan arizang bo'yicha oldinga bir chechen va o'zbek keldi. Bilasanmi eng muhimi nima? Eng muhimi sani kalta yeb qochganing. Qo'rqoq bo'lib ham orqangdan tepki yeb qochganing. Sen velosipedda aylanib o'tib urdingmi, quyladingmi, u masalaga kelamiz. Sen istaganingcha e'tiroz qilishing mumkin Ibrohim kelmadi deb. Eng muhimi sen qo'rqoq lamanushka iching o'tib ketib qochib ketganing. Sharmandalarcha orqangni o'girib qochding. Qo'rqoq. Ey qo'rqoq. So'tak. Shu vaqtgacha seni hech kim urmagan edi. Alloh bu narsani menga nasib qildi. Seni men urib qochirdim. Seni e'tirozing bo'yicha men bormagan bo'lsam, demak men yollagan insonlar seni urib qochirdi. Alhamdulillah. 3-masalani boshlashimdan avval hammalarning e'tiboringlarni shu narsaga qarataman. Bu xoin saroy mullasi Sharmandani yolg'onchiligiga yana bir dalil. O'zlari Abror Muxtor Aliyni to'satdan ikkita odam hujum qilib qolsa, orqaga 2 qadam tashlab, orqaga qaytib kelyapman yana. Videoda turibdi. Velosipedda oldan orqaga qaytyapman yana. Demak, bu Ashror Muxtor Yahudi Don Kixotning iddaosi bo'yicha velosipedni aylanib o'tib bizni urgan go'yoki yoki quvlagan. 3 sekund emas, 40 sekund qo'yamiz. Toki videoni o'chirmagunimcha, bamayli xotir qanaqa ketayotganimni odamlar ko'rsin. Seni yolg'onchiligini ham odamlar ko'rsin. Biz videoni davomini qo'yamiz. Shu narsani eslatmoqchimanki, qachonki sen Qobil Do'stov bir musht urgan vaqtingda nega videoni davomini qo'ymagansan? Mendan videoni davomini so'rayapsan-ku, biz ham sendan so'raymiz. Qobil Do'stov bilan urushganingda videoni davomini qo'y. Chunki videoni davomida u seni emeylatib tashaganini bilamiz. Senga bizning ham e'tirozimiz bor. Sen o'shanda kalta yegansan, bir mush urgan joyini qo'ygansan xolos. Davomida seni tiz cho'ktirib, eshakdek kaltalaganini bilamiz. Sen ham davomini qo'y. Men davomini qo'yaman. Sen qana qilib gastinitsiyaga kirib ketganinggacha ko'ramiz. Qani, videoni sizlarga havola qilaman. Tomosha qilishingiz mumkin. Bu kuningdan o'lganing yaxshi. Velosipedda oldan orqaga qaytyapman yana. Videoda turibdi. Velosipedda oldan orqaga qaytyapman. فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا. Ikkita odam hujum qilib qolsa, orqaga 2 qadam tashlab, orqaga qaytib kelyapman yana. Videoda turibdi. Velosipedda oldan orqaga qaytyapman yana. Munofiqlar mashalalarini, saroy mullalar mashalasini, xoinlar masalasini ochish kerak edi. وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا.